Miraj 17-raund. Pulkan, shuning uchun save qilamiz. Bu odam meni save qilishimga qarshi shekilli. Hop ana, pachka tushib qoldi, demak hammasi ketadi endi. Orqaga qochamiz, bemalol tushib uchun. Shaklashtiryapti. Bular mana nafsimsiz o'ynayapti deb o'ylashyapti. Yo'lim to'sish uchun o'ylayapmiz. Ishlashga tayyor. Vaqt 10 sekund qoldi. Bilasizmi, bu nima qilish kerak? Albatta, altini save qilamiz.